Assalomu alaykum aziz gulsevarlar. Hammaga xayrli kech. Menimcha hamma gul shaydolarini kech bo'lganda ilhom parilari kelsa kerak. Meniki ham kech bo'lganda ijod qilgim kelib qoldi. Sizlar bilan tajriba qilib ko'rmoqchiman. Mana shu uchta ko'rib turganinglar Alakaziya Antoro Velvet sortini klubenlardan ko'ta qilganman o'zim. Jetkalari deyarli bir xil. Bunisi sal kichkinaroq, lekin mana ikkitasi bir xil. Mana shu bitta sortga tegishli bo'lgan klubenlari ham bir xil edi katta kichikligi. Deyarli bir xil bo'lgan uchta Alakaziya jetkalarini 3 xil substratda o'stirib ko'ramiz. Persatka qilamiz, o'stiramiz va kuzatamiz qaysi substratda qanchalik tez rivojlanadi. Unda ketib boshladik. Xo'p, bizga bu tajribamiz uchun kerakli bo'ladigan narsalarni tayyorlab qo'ydim. Xo'p, 3 ta stakan. Bittasi kokos torfi uchun fitilli, ikkinchisi mineral grunt uchun fitil va uchinchisi mox uchun zakritiy sistema. E'tibor bergan bo'lsanglar, buni teshmaganman, chunki zakritiy qilamiz. Bundan suv chiqib ketmasligi kerak. Bu shunaqa ishlaydi. Xo'p, unda birinchi bo'lib hozir tayyorlagan substratlarimni ham ko'rsatib olay sizlarga. Bu kokos torfi nima desa bo'ladi? O'zimni avtorskiy gruntim. Ichida qo'shimchalari bor. O'simlikni yaxshi o'sishi uchun, ildizni rivojlantirish uchun kerakli bo'ladigan qo'shimchalar bor. Sizlar ko'rib turgan seramis, lechuza, perlitdan tashqari boshqa qo'shimchalar ham bor. Hop, bunisi oddiy mineral gruntda tarkibiga kiradigan lechuzapon, perlit, seramis. Shularni aralashtirib bugun mineral grunt tayyorlaymiz. Va uchinchi substratimiz oddiy mox. Moxga ekib ko'ramiz. Mana shu 3 ta substratda Alakaziya jetkalarini qanaqa rivojlanishini ko'ramiz. Birinchi bo'lib, eng birinchi qiladigan ishimiz jetkalarni tuprog'idan tozalab olamiz. Bu e'tibor berayotgan bo'lsanglar, eski tuproq, bu klubenligida ildiz chiqargandan keyin men buni kokosviy torfga ekkanman va yorug'lik ta'sirida bu suvo'tlar hosil bo'lgan. Namlik yuqori va yorug'lik ta'sirida suvo'tlar hosil bo'lib, mana yashillar suvo'tlar hisoblanadi. Endi buni ko'chiramiz. Bu eski stakanchigini tagida hech qanaqa teshigi yo'q, chunki klubenligida ekkanman bunga. Qurib qolmasligi uchun teshik qilmaganman. Klubenligida eksam teshik qilmayman. Keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin fitilga ko'chirib o'tkazaman. Hop, ochamiz. Ildizlari juda ham chiroyli. Zakritiy sistemada bo'lgani bilan yoqqan shu zakritiy sistema, o'shaning uchun ildizlar chiroyli holatda. Mana bu yashil suvo'tlari ham faqat tuprog'imizning ustki qismida, keyin stakanchik atroflarida, yorug'lik tushib turadigan joyda bo'ladi. Ichki qismlarida yo'q. Mana ildizlar juda yaxshi rivojlangan. Ayniqsa e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mayda ildizlar juda ko'p. Bu mayda ildizlarning vazifasi asosan sug'urish vazifasini bajaradi. Shu suv va suvga qo'shib berayotgan dorilaringlarni so'raydigan ildizlar mana shu mayda ildizlar bo'ladi. O'simlikning mayda ildizi qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi rivojlanadi. Mana ildizni tozalab oldik. Endi stakan tayyorlab qo'ygan, oldindan tayyorlab qo'ygan stakanchigimizga Alakaziyani jetkasini ekib olamiz. Ozgina tuproq tashlaymiz. Tuproq ustiga fitilni S harfi shaklida to'g'irlaymiz. Men ko'pincha S harfi shaklida qilaman, dumaloq qilmayman. O'shanda hamma joyga suv tegish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Ustidan, fitil ustidan ham ozgina grunt tashlaymiz, chunki fitil ipi to'g'ridan to'g'ri Alakaziyaning ildizlariga tegib qolishi kerak emas. Ildizlarga tegib qolsa, ildizda namlik ko'payib ketib, ildizlarning chirishiga sabab bo'lib qoladi. Keyin jetkani ildizlarini stakanchikka joylashtiramiz. Mana joylashtirib oldim. Endi tuproq solamiz. Atroflarni ozgina bosamiz, qattiq bosmaymiz, zichlashib ketmasligi kerak. Zichlashib ketsa, gruntda havo aylanishi qiyinlashib, ildizlarga kislorod yetmasdan ildizlarda chirish paydo bo'ladi. Mana kokos torfli Alakaziya jetkamiz tayyor bo'ldi.
Endi kokosni olib qo'yib, mineral gruntga alakaziyamizni mineral gruntga ekamiz. 3 ta mineralni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mineral gruntda nimasi yaxshi? Alakaziyalarni ildizi chirish xavfidan xoli bo'ladi. Ya'ni mineral gruntda hech qanaqa chirishni paydo qiladigan zamburug'lar rivojlanmaydi. Chunki ular uchun yashash sharoiti yaxshi emas. Mineral grunt ular uchun yashash joyi hisoblanmaydi. O'shaning uchun o'rta zamburug'lar rivojlanmaydi. Shuning uchun mineral gruntda chirish kamroq bo'ladi. Lekin bitta yomon tomoni oldingi videolarimda ham aytib o'tganman. Qish paytida kun soviganda mineral grunt o'zida issiqlik saqlamaydi. Kokos masalan temperatura ushlab turadi. Mux ham o'zida temperaturani ozgina ushlab turadi, lekin mineral grunt o'zida temperatura ushlamaydi. Bu toshlardan iborat bo'lgani uchun tasavvur qilinglar, toshning ichiga suv kirsa, toshning muzdayligi ham suvga o'tadi bo'ladi. Fitiliqimiz ustini yopamiz. Mineral grunt bilan. Mana hozir bu stakanimiz tayyor. Alakaziyamizni ildizini ochib olamiz, eski tuprog'idan bo'shatamiz. Bismillah. Juda yaxshi o'rnash bo'lgan ekan. Ildizlar juda ham chiroyli holatda. Chirimagan, oppoq. Faqat shu suv o'tlarini hisobga olmasak, ildizlar sog'lom. Mana alakaziyamizni ham ildizlarni tozalab oldik. Endi boyga tayyorlagan stakanimizga sekin joylashtiramiz. Mineral grunt ustiga ildizlarini yoyib, iloji boricha bitta joyda to'planib qolmasin. O'shanda bemalol o'sadi ham bir-biriga tegib chirish paydo bo'lmaydi. Mana o'rta qismiga joylashtirdik. Endi sekin ustidan mineral grunt qo'yamiz. Mineral grunt hozir yozda yaxshi, juda tez rivojlanadi ildizlar. Kokos ham yomon emas, kokos ham yaxshi o'stiradi. Bu ham kimlardir moqta o'stirish yaxshi ko'radi, kimlardir mineral gruntda, kimlardir kokosda. Boshqalarni bilmadim, lekin menga kokosda ko'proq yoqadi o'stirish. Chunki men o'zim kokos torfi uchun, gidroponika uchun alohida o'g'it tayyorlayman. AB o'g'it. Shu o'g'itni kokos torfimga qo'ysam, ildizlar juda ham yaxshi rivojlanadi. Ham qishda ham tez o'sadi ildizlar. Muzlab qolmasdan. Mana tayyor. Ozgina stakanchigimizni belidan ezib qo'yamiz. Toshlarimiz yaxshi o'rnashib olish uchun, ildizlarimiz yaxshi joylashib olish uchun. Mana fitilli mineral gruntli alakaziyamiz tayyor. Ana endi 3-oxirgi alakaziyamiz. Buni ildizlar hammanikidan ham chiroyli, hammasinikidan ham. E'tibor berayotgan bo'lsanglar. Mana. Buni bo'shatamiz endi. Bismillah. Bu o'zi kichkina bo'lgani bilan ildizlari boyagi ikkita kattaroq alakaziyamizdan ham chiroyli holatda o'sgan mana. Endi tozalaymiz buni. Mana alakaziyamizni ildizlarini tozalab oldik. Bu alakaziyamiz boygilaridan ildizlari yo'g'onligi bilan farq qilar ekan. Boya ikkita alakaziyada ildizlari mayda ildizlar, yon ildizlar juda ko'p chiqdi. Bu alakaziyamizda bo'lsa, yo'g'on ildizlari ko'proq ekan. Endi buni zakritniy sistemaga ekamiz. Xo'p, zakritniy sistemada qanaqa bo'ladi? Stakanchikka tegi ochiq yopiq bo'ladi. Tagiga hech qanaqa teshik ochmaymiz. Faqat kapillar vazifasini o'tash uchun mana shuncha qilib stakanni 3/1 qismicha qilib lechuzapon solamiz. Seramiz aralashtirmayman. Faqat lechuzani o'zini solaman. Chunki seramiz o'ziga suvni tortib oladigan xususiyati bor. Lechuzapon bo'lsa suvni tortib olmaydi-da. Suv shunda turadi va lechuzadan moqqa o'tiradi. Seramiz ozgina suvni o'zida ushlab turadi. O'shaning uchun ko'pincha zakritniy sistemaga men faqat lechuza ishlataman. Kimlardadir ko'rdim seramiz qo'shar ekan, men qo'shmayman lekin.
Men faqat lechoza ishlataman. Endi mana 3dan 1 qismiga sovoldik lechozani. Endi ustidan ozgina mix tashlaymiz lechozani yopish uchun. Mana mixni ham sovoldik. Endi alakaziyamizni ildizlarini alohida mixga o'rab olamiz. Mixga o'rab turib, keyin stakanchigimizga solamiz. Mana. Mix ko'proq qilib solamiz, chunki bu hali yana cho'kadi. Alakaziyani tepa qismidan qattiqroq ushlash uchun ham mixni zichroq qilib joylashtiramiz. Unaqa qattiq zichlab olmaymiz, lekin bo'sh ham qilib qo'ymaymiz, o'rtacha. Mana biroz bo'sh qolgan joylarini to'ldirdim. Mana alakaziyamiz ham joylashdi. Mana chiroyli zakritniy sistema bo'ldi. Ozgina mana ochiq qolgan joylarini palochka bilan yopib to'ldirib olamiz. Chunki ochiq qolgan joylaridan lechozapondan suv o'tishi biroz qiyin bo'lmasin degan maqsadda ozgina mana orasini ko'rayotgan bo'lsanglar, biroz ochiq lechozaga tekkazib mixni joylashtiramiz. Ustidan yana ozgina mix so'raman, chunki hozir palochka bilan tekkanimda ozgina mix bostirildi. Bu miximiz hali yana cho'kadi. Bu alakaziyamiz ildiz chiqarib o'sib olguncha miximiz hali cho'kadi. Shuning uchun mixni bemalol qilib solishimiz kerak. Mana tayyor bo'ldi. 3-substratimiz ham tayyor. Mana 3 ta alakaziyamiz tayyor. 3 xil substratga ekildi. Bunisi kokos torfida, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, fitil suvini qo'yish uchun ham stakanchigimiz bor, joyi yetarli, fitil iplari turibdi. Ikkinchisi mineral substratda, bunda ham xuddi shunaqa fitil suvini qo'yish uchun stakanchik iplari, hamma narsasi tayyor holatda. Va uchinchisida fitil yo'q, zakritniy sistema. Buni yon qismidan suv quyib, lechozagacha bo'ladigan qilib suv to'ldiramiz va shu lechozadan suv mixga qarab o'zi sekin ko'tarilaveradi. Hozir mix ho'l bo'lgani uchun bunga suv quymaymiz. Mana alakaziyalarimizni ham yangi gruntlarga ko'chirib oldik. Endi sizlar bilan shu alakaziyalarni birinchi sug'oradigan suvimizni tayyorlaymiz. Men buni ildiz reanimatsiya kokteyli deyman. Ham ildiz o'sishiga yordam beradi, tez o'sishiga, stressga tushgan ildizlarni o'zini tiklab olishiga yordam beradi. Ham ozgina oziqlantiradi o'simligimizni. Stressdan chiqishga yordam beradi. Uning uchun bizga bu kokteyl uchun kerak bo'ladigan narsalar bular. Birinchi o'rinda mana 1,5 litr, o'zi kichkina detkalar bo'lgani uchun 1,5 litr suv yetadi. 1,5 litr filtrlangan suv oldim. Keyin ildiz rivojlantirish uchun mana Sprintalga degan yaqinda yangi dori oldim, shuni ishlatishni boshladim. Bu Italiyaning Biolchim kompaniyasining Sprintalga mahsuloti ekan. Buni tarkibida aminokislotalar va ildiz o'stiruvchi gormon bor ekan. Bu ham o'q ildizi, ham yon ildizlarni, o'simlikning asosiy va yon ildizlarning o'sishini, rivojlanishini ta'minlaydi, ham oziqlantiradi. Ham ildizni o'stiradi, ham oziqlantiradi. Gormon ildizni o'stirsa, tarkibidagi aminokislotalar oziqlantirish vazifasini bajaradi. Shundan hozir ishlatyapman. Rezultati yaxshi. Yana qo'shadigan mahsulotimiz bu Leonardit. Buni hamma bilsa kerak. Ko'pchilik ishlatishni boshladi. Uni tarkibida o'sha gumik kislota, fulvik kislota, magniy, kalsiy, kaliy, bor, xullas o'simlik uchun kerakli bo'lgan hamma ko'p mikroelementlar bor buni tarkibida. Bundan o'sha 1 litr uchun 2 ml deb yozibdi. Biz 500 gram uchun 1 ml qo'shamiz. Keyingi mahsulot preparat bu HB100. Buni hamma biladi. Stressga qarshi mashhur preparat. Bundan qo'shamiz kokteylimizga va Simplex Coco A. Men aytdim sizlarga kokos torfi uchun men Coco A B o'g'itlaridan foydalanaman deb. Buni zakaz qilib olganman, lekin o'sha sharoitida o'zim tayyorlayman. Buni natijasini ko'rib bilish uchun men buni zakaz qildim. Simplex Coco A va Simplex Coco B. Bu o'g'it ichida hamma mineral o'g'itlar bor. Kokteyl. Endi shundan kokteyl tayyorlaymiz. Hop, bizga shpris kerak bo'ladi. Suvimizni olamiz.
sprintalga probnikda bo'lgani uchun men uni bunaqa razviy idishga solib qo'yganman, ishlatishga qulay bo'lishi uchun. Sprintalgadan, ya'ni ildiz o'stiruvchi preparatdan 2 ml tortamiz. Ikki millilitr bo'ldi. Suvimizga qo'shamiz. Endi leonarditdan qo'shamiz. Bu yangi bo'lgani uchun hali ochmagan edim. Shuning uchun ustini kesib o'tirmayman. Shpressda tortib olaman. Bundan 1 ml edi. Mana 1 ml tortdim. Boyga 500 ml suvga qo'shib olaman. Bu suvga qora rang beradi, chunki ko'mik kislotasi bor buni tarkibida. Leonarditni ham qo'shdik. Endi navbat HP 101 ga. Bundan 2 tomchi. 1 2. Endi oxirgi qo'shadigan preparatlarimiz Cocoa. Bulardan 1,5 ml dan qo'shamiz. Birinchi sug'orishga kamroq qo'shiladi, keyingi sug'orishlarga 2 ml dan. 1 litr uchun 2 ml dan qo'shiladi. Birinchi sug'orishga 1 litr uchun 1,5 ml qo'shamiz. Hozir menda yarim litrli idish bo'lgani uchun 1,5 emas, 1 qilib tortib ola qolaman. 1 ml qilib tortib olaman. Avg'atdan tortib oldim va idishimga solaman. Endi bir avg'atdan solamiz. Bundan ham 1 ml tortib olamiz. Bo'ldi, hamma preparatlarimizni qo'shib oldik. Kokteylimiz tayyor bo'ldi. Endi sug'orishda bitta narsaga katta e'tibor berish kerak. Hozir tushuntiraman sizlarga. Ko'pchilik aytadi, persatkadan keyin meni gullarim deydi, ildiz tashlavordi va o'zi ham nobud bo'ldi deb aytishadi. Bunga sabab nima? Persatkadan keyin ko'pchilik eshitgan teplичкаga qo'yiladi, teplичкаga qo'yish kerak, o'shanda ildizlar yaxshi rivojlanadi deb aytishadi. Rostdan teplичкаga qo'yish kerak. Teplичкада ildizlar zo'r rivojlanadi. O'simlik juda tez stressdan chiqadi. Lekin teplичкаga qo'yish ham o'zining shart-sharoitlari bor. Boya kunduz kuni bir nechta gullarimni, alokaziyalarimni persatka qilgan edim. Endi qaranglar, teplичкаga qo'yayotganda suvni qanaqa berasizlar persatka qilgan gulinglarga. Bo'ktirib berish to'g'ri kelmaydi, chunki bo'ktirib bersanglar grunt to'lig'icha nam bo'ladi va teplичкаga qo'yganinglarda teplичкаning nami bilan birga gruntning nami birlashib, buni botqoq holatga keltiradi. Ildizlar botqog'i ichida nafas ola olmasdan chirisha boshlaydi. Suvni qanaqa berish kerak? Juda ham oz miqdorda, usti qismini o'zi namlansa bo'ldi. Men oldin sprey qilib sepadiganda sprey qilib sepganimda mana bu alokaziyani spreyda mana bu qismlariga, mana bu sheyka qismlariga, ildiz bo'g'izlariga suv tegdi spreyda. Natijada ham gruntni shu qismi nam, ham alokaziyani bu qismini nam qilib qo'yib, ko'p chiritib qo'ydim. Menga hozir mana shu idish rosa foyda beradi. Qanaqasiga alokaziyani tagiga, ayni ildiz bo'g'iz qismiga teqizmasdan suv qo'yaman, faqat atrof qismiga suv qo'yaman mana. Suvi ham tagidan oqib ketadigan qilib quyilmaydi. Oz miqdorda quyiladi. Tepasidan 4dan 1 qismi nam bo'lsa bo'ldi. Ana o'sha namlik keyin qolgan 4dan 3 qismga o'zi tushib yetib oladi. Mana bo'ldi. Bunga ortiqcha qo'ymaymiz. Boya kuzatuvga olgan alokaziyalarimizni ham, kokos torfini ham xuddi shunaqa qilib sug'orib olamiz. Ildiz bo'g'ziga yaqinlashtirmaymiz. Suvi faqat atrofidan, gashok atrofidan, chet qismlaridan ozgina miqdorda qo'yamiz. O'ta nam bo'lib ketmasin gruntimiz. Tagigacha taxminan mana shuncha qismi nam bo'lsa yetadi.
Bu yog'iga namli o'zi yurib yetib oladi. Bu yog'igacha oqizib suvi quyishingiz shart emas. Kokosda shunaqa. Endi mineral gruntda nima qilish kerak? Mineral gruntda suv fetelga oqib tushishi kerak. Chunki mineral grunt o'zida suvi ushlab turmaydi. Mana bu yerdagi bor suvdan foydalanadi. Agar bu yerda suv yo'q bo'lsa, bu tezda qurib qoladi. O'shaning uchun bu qurib qolmasligi uchun mana bu yerga suv quyib qo'yishimiz kerak. Buni to'liq namlaymiz. Mineral grunt bilan kokosni sug'orishda farqi shu. Buni qo'rqmasdan yaxshilab namlab olamiz. Fetel qismiga suv tushsin. Ko'p suv quymaymiz, tagiga ozginagina yetadi. Mana. Mineral gruntda sug'orib oldik. Bizda 3-chi tajribamiz bu moxida. Moxga hozir tegmayman, chunki yuvitganimda bu yaxshigina ho'l bo'lgan. O'shaning uchun moxga hozir tegmayman. Qachon qurigan paytida, sug'orishim kerak bo'lgan paytda mana shu kokteyeldan tayyorlab sug'oraman. Sug'organda ham qanaqa? Mana bu leykani uchki qismini bir chekkadan tiqib turib, suvni yuvoraman-da. Mashtgacha suv kelgandan keyin to'xtataman. Bu yog'iga suv o'zi moxga qarab sekin tortiladi. Lichuzada yig'ilgan suv moxga tortiladi. Bunga hozir tegmaymiz. Mana alokaziyalarni ham persatka qilingan alokaziyalarni ham teplичкаga joylab oldim. Teplичка bu meni konteynerim. Mana ichida detkalar bor. Konteynerim ichida. Bugun persatka qilganlarim ham ko'rib turganinglar, kokoslilar, hammasi bugun persatka qilinganlar. 3ta tajriba uchun olingan alokaziyamiz ham shu yerda mana bitta kokoslisi, mineral gruntlisi va moxlisi. Material uchalasini yonma-yon qo'ydim. Bir xil sharoitda bitta konteyner ichida bitta lampa ostida tursin va shunda biz natijani ko'ra olamiz deb endi teplичкani ustini yopamiz. Ya'ni konteyner ustini yopamiz. Konteynerimni qopqog'ini teshib qo'yganman. Havo aylanib turishi uchun bir xil paytlarda qopqog'ini ochib, shamollatish esidan chiqib qolsa, havo o'zi avtomatik aylanib turadi, dimlanib qolmaydi gullar. Dimlanib qolmasa, chirish paydo bo'lmaydi. Mana bo'ldi. Endi har kuni baribir bu yerda teshiklari bo'lgani bilan har kuni baribir 20 minut, yarim soatga ochib, shamollatib, konteyner ichida hosil bo'lgan devorida hosil bo'lgan suvlarni quritib, o'sha suv tomchilari yig'iladi-ku, shularni quritib, keyin yana yopib qo'yaman. Lampani tagida turadi. Xo'p, endi shu bilan videoyim tugadi. Bugungi tajribalarimiz, persatkalarimiz hammasi tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, keyin tajribalar natijalarini kuzatib borish xohishida, istagida bo'lsanglar, YouTube kanalimga va Telegram guruhimga qo'shilib olinglar. YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Birgalikda tajribani, natijalarini kuzatib boramiz.